Hurmatli azizlar, ushbu aytadigan dori vositalarimizni avvalo instruksiyasini o'qib, so'ngra shifokor bilan maslahat qilgan holda chekinib ko'ring. O'z boshimchalik qo'llab bitta kasalligingizni ikkita qilib. Unday bo'lsa biz boshladik. Buxoroga oldingizga nimalar terordingiz? Akajonim, ko'rdingmi? Sizlar haqida gapirib berishga qaror qilib o'tirdim hozir jurnalda yozib. Bu erkakning ikkinchi yuragi prostata beziga ta'sir qiluvchi va hozirda juda ko'p prostatit kasalliklarda effekt berayotgan shunaqa bir yaxshi dorilar. Prostatit o'zi nima? Prostata bezini shamollashi, bu bakterial va bakterial bo'lishi mumkin. Bakterial o'z turiga prostatit, abakterial uzoq vaqt simptom sindromlarga e'tibor bermaslik oqibatida xronik formaga o'tib qolgan kasallik bo'ladi. Endi buni qanaqa ko'rinishda bo'ladi simptom yoki sindromlar deganda simptomlardan boshlasak, siydik oxirigacha bo'shamasligi, siydik qoldiq hissi, siydik ikkiga ajralib chiqib keyin yana juk bo'lishi yoki bo'lmasam siydik bo'lgandan keyin tomchilash, kech payt siyishga turish va shu kabi holatlar prostatitning alomatlari. Undan tashqari kech payt ko'p siyishga turish ham bu prostatit haqidagi holat bo'lishi mumkin yoki sahar yoki shu kabi kasalliklarda ham kech payt siygani turish bo'lishi mumkin. Xo'p, bunday bo'lsa, xalq taniydigan dorilardan boshlaymiz. Birinchi dorimizning nomi Nixandro. Bu prostatani oldini olgani foydalansa bo'ladi, prostatitda foydalansa bo'ladi. Buni tarkibi juda zo'r, hozirda kasallarga juda zo'r effekt berayotgan switch hisoblanadi. Buni bir kunda 2 mahal, 5 kun yoki bir kunda 1 mahal 10 kun qo'ysa ham effekti zo'r bo'ladi. Bu qo'shimcha davo sifatida foydalansa bo'ladi yoki profilaktik qilgani ham albatta qo'yishda zarari yo'q. Keyingi aytadigan dorimiz hozirda juda zo'r ta'sir qilyapti. Bu potensiyani ham yaxshilaydi, jinsiy quvvatni oshiradi va prostata bezi kasalliklarida qo'shimcha vitamin sifatida iste'mol qilsa bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha lecheniya yoki bo'lmasa profilaktika qilish uchun jinsiy zaiflik yoki shu kabi omillarda juda zo'r ta'sir qiluvchi oddiy mujika preparati. Uni ikkitadan 30 kungacha yoki 90 kungacha ichsa bo'ladi. Bu vitamin, buni zarari yo'q. Shuning uchun men hozirda juda ko'p bemorlarimga xuddi shu preparatni tavsiya qilyapman. Keyingi aytadigan preparatim televizorlarda ham reklamasi rosa ketyapti. Prostamol Uno. Bu iloji boricha 25 yoshdan kattalarga manzur keladigan dori, sababi bunda adenoma prostatasi yoki bo'lmasam доброкачественный гиперплазия простатной железы va hokazolarga juda zo'r ta'sir qiladi. Xronik prostatitga effekti zo'r. Palma seronasi solingan ichida bittadan bir mahal 30 kungacha ichsa bo'laveradi. Eng aytadigan dorimiz bu Vitaprost. Vitaprost svichasi, Vitaprost plus svichasi plus Vitaprost tabletkasi. Bular ham profilaktika va lecheniya prostatit kasalliklarida juda zo'r effekti bor. Endigi dorimizning nomi Tamsulazin tarkibi 0 grammlik. Bu xalq tilida xalqqa juda ko'p omma bo'lib manzur bo'layotgan preparat. Prostatitning любой xil kasalligida, u bakterial yoki bo'lmasam boshqa sabablarga ko'ra prostatit bo'lishini davosiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Buni ham bittadan bir mahal 30 kungacha ichsa bo'ladi. Tanaprost, buni ham tarkibi Tamsulazin va bu ham juda yaxshi effektga ega dori. Xo'p, endi aytadigan dorimiz aplikalarimizda hozircha qolmay qolibdi. Duodap, buni tarkibi Duastrid va Tamsulazin. Buni 40 yoshdan kattalarga doimiy chegishni tavsiya qilgan bo'lardik. Sababi bu hozirda prostatit kasalliklarini oldini olish, uni davosi va доброкачественный гиперплазия prostatitida, ya'ni adenoma prostatasida juda yaxshi effekt beryapti.